O'quvchilar uchun muhim eslatma: 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan umumta'lim muassasalarining barcha o'qituvchilari moddiy rag'batlantirilishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi 51-son farmoni bilan umumta'lim muassasalarining direktor jamg'armasidan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, endilikda 1 oktyabr, ya'ni o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan barcha umumta'lim muassasalarining barcha pedagog o'qituvchilari mehnat haq to'lash eng kam miqdorining 75%gacha miqdorida, ya'ni eng ko'pi bilan 953 ming so'm pul mukofotini, demak 1 oktyabr, ya'ni o'qituvchi va murabbiylar kunida olish huquqiga ega hisoblanadi. Bunda umumta'lim muassasalari, ya'ni pedagog kadrlarning rag'batlantirilishida albatta e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihat, yangi ishga kirgan pedagoglar ham bevosita rag'batlantirilishi mumkin. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.